Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ise 2027 yıl 9. ayının 7. günü haftaga düşenbe. Vaziyetten bir kelime söz etsek vatandaş tünügün Canlı Nazari degan torpilimdi Canlı Efendi şundak dedi. Cenab-ı Mongoliya 300 ming nafar o'quvchi maktabda ishladi. Hindiston Jungo chegarasiga Hindiston tarafdan 400 ming kishilik harbiy qo'shin yetkazildi. Bugun sizlarga yetkazdik vaziyat ana shu. Shuning munosabatli qildi leksiyalarimizni boshlaymiz. Leksiya mundaq. Davlat bexatarligi qonuni bilan saylovni kechiktirish Hong Kong xalqini g'azabga keltirdi. Jiolongda zo'r namoyish qo'zg'aldi. Hong Kong soqchilari 300 nafar namoyishchini qo'lga oldi. Mavzuli xabar 9 ayning 7 kuni Jungoga nazari tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yuqumli virus Hong Kong ma'muriy doiralari siyosiy manfaat ko'zlaydigan shaxmat urug'i bo'lib qolgan edi. 4 yilda bir qatam o'tkaziladigan qonun chiqarish komiteti saylovini Hong Kong ma'muriyat hukumati yuqumli virusni bahona qilib kechiktirish yelisini o'ynadi. Aslida saylovga bilet tashlaydigan nuqtaliq joylarni bugun yuqumli virusni tekshiradigan, o'lchaydigan tekshirish punktlariga aylantirib oldi. Shuningdek, to'rdoshlar bugun Jiolong Jianwang atrofida zo'r ko'lamlik namoyish tashkillab, davlat bexatarligi qonuniga qarshi turishni, saylovni kechiktirib, vaqtni sog'lomlik tekshirishga aylantirganligiga qarshi turish. Shun bugun tushdan keyin kechgacha Zodun, Yuma qatorliq joylarda hamda Guangzhou atrofida to'planib namoyish qilib, Hong Kong xalq soqchilariga qarshi Hong Kong xalqi soqchilarga qarshi to'qnash paydo qildi. Kech soat 9 ga qadar soqchilar 289 nafar namoyishchini qo'lga oldi. Hong Kongliklar navbati to'rbatda 9 ayning 6 kuni namoyish qilishni chaqiriq qildi. Soat 2 dan boshlab Jiolong, Zodun atrofida to'planishni qaror qildi. Namoyish qilib Guangzhou tarafga surilmoqchi bo'ldi. Soqchilar ogohlantirish berib, shahar xalqining bu namoyishga qatnashganligini talab qildi. Shangang xalqining bu namoyish qatnashishni talab qildi. Namoyish qonuni soqchilar qattiq qonun ijro qilamiz dedi. Soqchilar ogohlantirish berib, shahar xalqining bu namoyish qatnashmasligini talab qildi. Kechiranglar. Namoyish qonunni biz soqchilar qattiq ijro qilamiz dedi. Soqchilar 2000 kishilik soqchilar qo'shini avatib, namoyish maydoniga taqobil turmoqchi bo'ldi. Soq taraf kashda Facebookda mundaq ko'rsatdi. Yuma hamda Guangzhou atrofida tushdan keyin zo'r ko'lamda kishilar to'planib shuar tovladi. Ba'zilar yo'lga etilib chiqib to'saq qurib, qatnash yo'lini to'sib oldi. Ko'plagan namoyishchilar o'xshash bo'lmagan joylardan soqchilarga tosh kisa va nars kesaklarni otgan soat 9 da. Jami 289 nafar namoyish qo'lga olindi. Buning ichida 270 nafar kishi qonunsiz namoyishga qatnashdi deb ayblandi.
Hong Kong televiziyasi mında xabar qildi. Demokratizmchilar yana radikal deb qaraldi. Sotsial demokratik birlik sapning raisi Hu Haoming, Mao raisi Liang Goxiong va yana ko'plagan partiya a'zolari aslida Zodundagi namoyishga qatnashmoqchi bo'lib yetib kelgan edi. Lekin ular maydonga kelish bilan qolgan. Sotsial demokratlar birlik sepining a'zolari Xing Jian, Jing Liang, Xi Ji, Mao kotibi Chimbabo qatorliqlar ham cheklash buyrug'i xiloflik qildi deb qaralandi. O'xshashla Huang Jiping Beijing doiralari qo'lga olgan 12 nafar Hong Konglikni qo'yib berishini talab qildi. Bu kishilar kemaga o'ltirib Hong Kongdan Tayvanga ketayotganda dengiz yo'lida qo'lga olingan kishilar edi.